Men qara, ariqchimaga aytgiki, Samtelpak uydan tipirsa quribdi, o'yga 5 million to'payganda. Ne kutini kuydirki, ertalab kecha qichib chiqsa, tushuningmi? Bo'ldi. Faqat bitta araq berasan. Bo'ldi, shuni aytdingki, badani qilsin, ertalab kecha qo'zlab chiqsin, tushuningmi? Bo'ldi. Ana. Yangilikni eshitdingmi? Nima yangilik? Samtelpak uyidan Tbilisi ochibdi. O'yiga 500 million foyda qilar ekan. Ana. Aniqchima, battar bu kundan iloyim qichib chiqsa, ertalab kecha, tushuningmi? Pulni qayerda olgan u? Mahalladan kredit olibdi. Ha, shunday demaysanmi? Nima ekan deb o'ylabman. Kreditni to'lab, umri xazon bo'ladi, ketdi shu bilan. Kreditni foizsiz ekan. Ustiga usta qaytarib bermasa sharti bilan olibdi. Mana sen sen bir odam shu xabar bilan keldi. Enamning umri shu xabar. Yo'lini topmasam badanim qonab ketadi. Kimsan bu bo'yda? Hashlab chiqib ertalab kecha, tushuningmi? Battar bu iloyim. Enamning bir Samtelpak. Tbilisi'ni bundan so'raman o'zi. Ob-havo ma'lumoti. Qanuni ahvoli qanday bilyapti-ku? Esingiz kelma, nima? Uni ma'murga yo'q ber. Ob-havo ma'lumoti. Bugun obeddan keyin tosh yog'ish ehtimol bor ekan. Dada, tosh yo'q ekan. Endi nima qilib toshsa talabalar yetdilar-ku. Dada, endi nima qilamiz? Ulim, talabalarni hech unasini hepsi salab tosh tushsa tejiladi. Men qilyapman bunga. Samtelpak. Battar bu kuninglar. Toshlantir diyam kamsanga. Tbilisi qurotgan. Samtelpak uyimgidi. Ob-havo ma'lumoti, hurmatli fuqarolar, kechirasiz, adashimiz. Nima? Qanday adashim? Nima bo'pti? Nima bo'lim gapdi? Nima qildim? Dada, bu hamziyamiz g'ani qichiman nomer ekan. Nima? G'ani? G'ani, bo'limga chidan chitdimi?